Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlari, chorva ishqibozlari, akalar, ukalar. Siz bozorda nima gap kanalidasiz. Albatta, bozorda nima gap. Biz sizga buni batafsil yoritib berishga harakat qilamiz. Sizlardan bitta like, kanalimizga yangi mehmonlar bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysangiz, biz bundan juda minnatdor bo'lamiz. Bugun Farg'ona viloyati Rishton tumani Chorva bozoridamiz. Hafta kuniga yakshanba 22-mart. Unda biz video syomkalarimizni boshladik. Qani ketdik. Do'stlar, mana video syomkamizni boshladik. Xudo xolasa boshlagan ishlarimizni manfaatli qilsin. Sigirlardan boshlayveramiz xudo xolasa. Mana do'stlar, yana bola molimiz birinchi tug'ishi 38 million deyishyapti. 10 litr suti bor ekan mana. Necha pul qilishdi buni? Endi keldim. Hozir kelishdi mana. 38 deyapti. Xonajimmi bolasi yana o'z? O'zi ham bolasi. Xonajin. Yosh bilan birinchi bor. Mana bu ham 38 million deyishyapti. Bolasini o'zicha ekan. Birinchi tug'ish bu ham. Endi 8 litr suti bor deyishyapti. 38 million kami bor deyishyapti. Rishton chorva bozorida. Bolasini o'z. Mana do'stlar, keyingi sigirimiz 28 million deyishyapti. Bolasi xonajin. Kecha tug'di. 8 litr bormi? Ertalab kechqurun sog'sa buni 8 litrgacha beryapti ekan. Nech pul deyapsiz hoji aka? 20 million. 20 million kami bor ekan. Bolasini o'zmi? Bolasi xonajin. Necha litr suti bor ekan? Hozir 5 litr. Hozir 5 litr suti bor ekan. Endi soqsa baxsi chiqaveradi ekan. Nechinchi tug'ishi bu? 4-chi bola. 4-chi bolasi ekan. Qo'ymayman. 100 ming ham qo'shib bera olmayman. Shuncha odam gapiradi. Ikkalasi bo'lyaptimi? Baho bo'lyapti hozir. 38 qilishyapti. Buni 6 oylik bo'g'oz, unisi 3 oylik. Yazim aka, 38 million qilishyapti ikkalasini hozir. bor barakat aka. Bo'ldi, barakasini beraversin ikkovlaringga. Mana 40 dagi bor bo'ldi, xudo xolasa barakasini beraversin ikkoviga. Doim birinchi Oltaylik bo'g'oz. Mana Shokir aka. Nima deysiz Shokir aka? Mana mutaxassis sifatida. 6 oylik bo'g'oz. 18 qilishyapti ekan. 18 ga berishmayapti. Bor baraka. Onlarga zaqatni buni bo'zal keldi. Chasini xudo bersin. 5-6 ta molim turibdi shu qiz. 6 oylik bo'g'oz deyishyapti. 18 million. 18 million jayroqga kirgan mana xizr. Ana. Sanaga xizr deydi. Bering. 18 qilishyapti. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz, 6 oylik bo'g'oz ekanlar puldira turibdi-yu. 6 oylik bo'g'oz. Nech pul bo'ldi ekan-ka? Nech pul bo'ldi? Qancha? Jamoldan oq yerga o'tirgan. Qancha bo'ldi? 17 million 300 mingga baho bo'libdi. Qancha bo'pti? 17 million 300 ming. Qiynaldiganda bunday qilib. boshqa ko'proq. Baho bergan. Bo'ldi. Nech pul bo'ldi aka bu? 15. 15 millionga baho bo'libdi, barakasini beraversin. Mana do'stlar, mana shu yerda turib, xudo xolasa qaytganda sotilgan mollarni batafsil yoritib berishga harakat qilamiz. Like bosib turaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Qancha bo'ldi? 22,5 ga baho bo'ldi mana. Televizor qo'ydi.
Necha pulga oldingiz hoji aka? Qanchadan qaytdi? 20. 20 milliondan qaytibdi. Besh oylik bo'g'iz ekan. Necha pul bo'ldi aka? Qancha? 18 million 200. 18 million 200 mingga baho bo'ldi. Necha pul bo'ldi hoji aka? Qancha bo'ldi bu? Qaytdi. 18 dan qaytdi bu. Necha pul bo'ldi aka? Qancha bo'ldi? 11. 11 million 300 mingga baho bo'libdi. Necha pul bo'ldi aka? 17. Barakasini beraversin. 17 millionga baho bo'libdi mana. Necha pul bo'ldi? 10,5 barakasini beraversin. 10,5 millionga baho bo'libdi. Bo'ylari 1.15 bor. Necha pul bo'ldi hoji bu? 8 million 450 ming bo'ldi. 8 million 450 ming. Bekasi. Barakasini beraversin. 8 million 450 mingga baho bo'libdi. Qancha bo'lyapti ekan bu? 21,5. 21,5 ga baho bo'lyapti, berishmayapti. Boshqalarga bermayman, boshqalarga. Bu 23 million deganman. Sen olmading. 21 million 700 mingga baho bo'ldi mana. Pul bo'ldi aka? 2. Qancha? Necha pul bo'ldi? 17,2. Barakasini beraversin. 2 oylik bo'g'iz ekan. Necha pul bo'ldi aka? 13 millionga baho bo'libdi. Barakasini beraversin. Bo'ylari ham biri 10 bor. Necha pul bo'ldi aka? Qancha bo'ldi tarozga? Qancha bo'ldi aka? Necha pul bo'ldi? 18 million. Barakasini beraversin. Necha pul bo'ldi aka? 8 million. 8 million 300 mingga baho bo'libdi. Qirq million barakasini beraversin. 40 millionga baho bo'libdi mana. Necha pul bo'ldi hoji aka? Sotilmadi. Qanchadan qaytdi? 35 dan qaytibdi mana. Qancha bo'ldi bu? 23,5 ga baho bo'libdi. Xo'p bo'ladi, xo'p. Oldingizmi tog'a? Ne oldingizmi? Sotilmadi. Qanchadan qaytdi? 30 dan qaytibdi. 30 milliondan qaytibdi. Necha pul bo'ldi aka? 17 dan qaytyapti ekan. 17 milliondan qaytibdi. Necha pul bo'ldi hoji aka? 17 million. Barakasini beraversin. 17 millionga baho bo'libdi. Bo'ylari 1.20 bor. Necha pul bo'ldi aka? Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? 16 million 200 mingga baho bo'libdi. Barakasini beraversin. 25 million so'mdan qaytibdi. Bozorlarda savdo ham yo'q qandaydir. Qo'y sotilyapti, mollar kam sotilyapti. Qo'ylardan ham ko'rsatib o'tamiz. Ikkalasi 7 million 300 mingga baho bo'libdi. Qancha bo'ldi tog'a bu? Qo'chqorcha.
7 milyon 300 ming. Oldingizmi Yo'ldosh aka? Qanchaga? 200. Barakasi beraversin. 32 yu 200 ga baho bo'pti. Ana savdo bo'lyapti ekan. 12,5 ga baho qilishyapti. Novoscha. Qancha bo'ldi hoji aka? 13 million. Barakasini beraversin. 13 millionga baho bo'pti. Novoscha. Qo'ylari ham biri 5 bor. 16,5 milliondan qaytyapti ekan. Qancha bo'ldi xonajinchalar? 10,5. 10,5. Barakasini beraversin. Beraversin. 21 million 200 mingga baho bo'pti uchalasi. Uchta xonajincha. Bo'ylari biri 10 bo'lsa kerak. 17,5 ga baho bo'pti mana. Sotilibdi. Bolasi xonajin 17,5 million. 25 ga sotilibdi mana. 25 millionga sotilibdi yana bola. Beraversin. 13 millionga olinibdi. Barakasini beraversin. Mana do'stlar, video syomkamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga qaysi mol yoqdi? Hammasini fikrlaringizni izohlarda qoldirsalaring kutamiz.